Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңlar Шинжаң Xalq Nashriyati 2000 yılı 1 ayda nashr qilgan roman Eli Dolqunları. Avtori Abdurahman Qahar. 2 qism. 14 bob. O'ziga xalqni aldab agashtirib olgan banditlarga qarshi urush qilish urushlar tarixida intayin oz ko'rilgan bo'lsa kerak. Nizomiddinning o'tir yo'nalishda qolgan burunqi polki yetib kelib, banditlarga qarshi o't etishda mushundoq murakkab frontga duch keldi. Bir necha oy qo'liga cho'moq olgan ovchining bo'rini qo'g'lishidek o'tib ketdi. Bo'rini qo'lsang qochidi, to'xtab qolsang hijiydi yoki tishlarini g'uchiriltidi. Sal beg'amlik qilsang etilib kelib eg'iz soladi. Bitiv o'rgida, chivitida, qiron daryosining bo'ylarida, chatqonliq to'qayliqlarda ana shundoq janglar bo'ldi. Bu qaptaldan surib chiqsang shaytondek yo'qolib ketadi. Birdamda g'oyibdan bino bo'lgandek u qaptalda yoki tog' cho'qqisida ko'rinib qoladi. Yana birdamda yo'qolib ketadi. Ko'ringan yerga ot solasan, beqiningdan o'q chiqadi. Kunni qo'g'lab yurish qilsang, oy bilan tang tog' kaynidan chiqsan. Kiyim-kechaklarni silib rohatlanib uxlashga, saharlarning tatliq uyqularidan lazzatlanishga bo'lmadi. Kezilmagan tog'-tosh, dasht-bayovon, uzib o'tmagan daryo, ehtiyot bilan besilmagan to'qayliqlar ozmu. Ola qor mezgilida Nizomiddin Shimoliy front general shtabining buyrug'ini topshirib oldi. Buyruqda Osman banditlarining Ulug'boy Qizil Teg'ga chiqib olganligi va uni qorshab yo'qitib, u yerni egallashning lozimligi aytilgan edi. Nizomiddin 4 diviziyadan tarkib tepib, qayta bosh ko'targan polkini boshlab, shiddatlik yurish qilib, 3-kuni Ulug'boy Qizil Teg'ining topiniga yetib keldi. Bu yerdan banditlarning cho'chilik oq bayroqlarining lapildab turganligini ilg'a qilg'ili bo'ladi. Nizamiddinning beshi qatdi. Banditlarmı uchisiga juva, beshiga quyruqliq quloqcha kiyavaladi. Qaysi bandit, qaysi puxra buni farqlandirgili bo'lmaydi. Nabab ovchi o'z etini etib oladi degan gap bor. Hangitni ataman deb g'ozni etib qo'ydigan ish bo'lmasmi? Nizamiddin bu yerga kelibla razvedkachilarni taraf-tarafga avativatdi va o'zi qo'lini kayniga tutib ala qarni dastlab u yoqdan bu yoqqa mangdi. Turib to'xtaydi, mang'atdi, tog' beshiga qaraydi va turibla to'rt atrofga nazar tashlab o'ylanib qolatdi. Uning bu harakatlaridan xiyollarining texi bir nuqtaga jamlanmaganligi bilinib turadi. Oradan 3 soat o'tgandan keyin razvedkachilar ilgari keyin kelishga boshladi. U divizion komandirlarini chaqirib, mundaq buyruq qildi. Mushu tog' beshidagi ana avu cho'chilik bayroqlarga hujum qilamiz. Birinchi divizion sharq tarafdan, ikkinchi divizion g'arb tarafdan, qolganlarimiz janub tarafdan o'rlaymiz. Shimolga o'tish qiyin. Hujum qilishda miltiq, pilmutlarni ishqa solamiz. Granatlarni ishqa solishga bo'lmaydi. Qochqonlarga texmi bo'lmaydi. Faqat qo'lida quroli barlarni atamiz. Agar bizga hujum qilishga to'g'ri kelsa, granatlarni ishqa solishga bo'ladi. Qo'lida quroli bo'lmaganlarda gunoh yo'q. Hujum qilib chiqar ekan, bandit qaysi, puxra qaysi ayirib o'ltirmaymizda. Dushmanlarimiz bizni ko'rib turibdi. Oraliq yiroq bo'lg'achqila o'q chiqarmayotidi. Shunga shapsiz mingishning hojati yo'q. Muhimi harakatda tez, chaqqon bo'lishimiz kerak. Ang vaqtliq qilsaq, tog'dan uchib ketamiz. Men belga o'qi atgandan keyin daldi bilan avaylab o'rlaymiz. Ana, eng oldida Arash chiqib ketib boradi. U xuddi kiyiklardek sakrab-sakrab mang'atdi va oralab to'xtab atrofiga sap soladi. Uning keynidan Botir G'ozi, Nodam, Jamoliddinlar o'rlab kelyotadi. O'rlagan siri osmon gumbizi jangchilarining beshiga kiyilib qolgan qalpoqdek bilinadi. Nodam to'xtab qayrilib tövanga qaradi. Tövanda ozuqliq ortib kelgan to'gilar bargan siri kichiklab xuddi bo'tloqlardek ko'rinadi. Ana, jangchilarning o'ttirisida doktorlik somkasini fulanglatib, hamshira qizlar kelmoqda edi. Nodam ularning orasidan Rayhonni tunidi. Uningga kulimsirab qarab birdam turdi-da, qayrilib yana yurib ketdi. Osmonda Nizomdan atgan belga o'qi ko'rindi. Buyruq degan buyruqda. Jangchilar shuncha xotirjam yuravatsa-mu, ko'kdagi yeshil nur bilan tang o'zlarini daldiga oldi.
va yer beg'irlashga tushdi. Shuning bilan dushmanning o'qlarimi taraf-tarafdan uchib kelishga boshladi. Bu hol urushning rasmiy boshlanganidan darak berdi. Divizion komandiri Gayit egizliki maydisiga kelgudak yo'g'on toshning ustidan durbun bilan o'riga qaraydi. Miltiqlarning uchiga shiroq, ochi yog'och bekitib olgan banditlarning apchillik bilan etayotganligi ko'rinib turadi. Etilgan o'qlar toshlarga tegib, bir sadodan necha sado paydo bo'ladi. Gayit eskadron komandirlariga buyruq qiladi. O'rlanglar, bo'ldirib qolgan otdek turib olmay, karamati hili oshkor bo'ladi xumparlarning. Tosh yunish jingi bu, dedi Batir G'ozi. To'liq qechib yurib, yurgimi qolmadi. Undaq degili bo'lmaydi. Bir qarasang dahshatlik, bir qarasang ojiz, bir qarasang daraxtga o'lishib olgan qog'idek ko'p, bir qarasang shaytondek yo'q. Meningcha mundaq dushman eng kuchlik, eng pamlik dushman. Mundaq dushmanni yo'qotish uchun hiligar bo'lmasang bo'lmaydi. Nizomiddin apandi Dahiyazni hili bilan olgan emasmidi? To'g'ri, buning uchun sen mushu yerlik bo'lishing kerak, dedi Jamoliddin Nodamning so'zini quvvatlab. Yer sharoitini bilmay hila ishlatgili bo'lmaydi-da. Uning so'zi oxirlashmay turibla, Arash ularning oldiga do'milab tushdi. Hozirab yetib kelgan Rayhon Arashni yo'lab yo'g'on tosh daldisiga ilib keldi. U tik egizlikka yomishayotgan chog'da yon tarafdan uchib kelgan o'q so'l mursiga tegib kayniga uchirayotgan edi. Nizomiddinning kaynidan otgan 3 pay belga o'qi osmonda ko'rindi. Bu tog'liq rayonlarda atakaga o'tishning buyrug'i edi. Birdilla qiqos cho'qon ko'tarilib ketdi. Mana endi jangchilar bir etib, bir o'milab, bir qipash yugurib, shiddat bilan o'rlashga boshladi. Qiqos cho'qonlar toshdan toshga urilib, tog' usti jaranglab ketdi. Jangchilar tog' ustiga chiqqanda, yelila bir ko'rinib, bir ko'rinmay etayotgan banditlarning qarsimi ko'rinmay qoldi. Faqat g'arb tarafdan burunroq o'rlab chiqqanlar 4 nafar banditni asirga ilib olgan edi. Banditlar asirlari Gomindan asirlaridek qo'l ko'tarmaydi. Beshini sangiltib o'ri turishadi. Jangchilar purqirishib tamak chekishga boshladi. Asirlarni bu yoqqa ilib kelinglar, dedi divizion komandiri Gayit tosh ustida o'ltirib. 4 nafar asir boshlarini sangiltib uning oldiga keldi. Oldidagisi quloqchisining ostidan qor chig'ininkidek o'tkir ko'zlarini uningga tikkan edi. Qo'yningda yana quroling bormi? Yo'q, aqtiringlar. Jamoliddin bir-birlab aqtirishga boshladi. Juvasining ichidagi paxtliq chapinining ichi tishiga qo'lini silib, birinchisining qo'ltiqidan tapanchadan birini sug'urib oldi va uning kachtig'iga birini soldi. "Vurma!" vaqirdi komandir. "Mana bu qapiq yamanning tapanchasi, mana bu ko'k ko'zning, mana bu alasning, mana bu do'rday kalpukning. Nimishqa yolg'on aytsan, o'lgin kelishdimi?" Jamoliddin avtomatiga bir diska o'qni sharaqiltib silib, ularga tangildi. "To'xta!" dedi Gayit va savol so'rashga boshladi. "Bizni aldab qutulib ketalamsan? Qurol bizning jinimiz. Bizning jinimiz bo'lmay, shaytonning mikan? Rost gapni qilamsan, o'lamsan. Atsang o'limiz. Atmasaqchu. Qurolimizni berib atsang, rost gapni qilamiz. Quloqchanning ostidan odamni yevatgida qaraysan-ku, xumparlar. Ol beshingdan." Ular quloqchilarini asta ilishdi. "Ha, hamda odam siyoqiga kirishding. Qurollaringni berib etimiz. Osmonga qachon qo'shilgan?" 2 oy bo'ldi. "Nima? Osmonning bu yerga kelganiga 2 oy bo'ldi. Osmon qayerga borsa, shu yerdagi odamlar uning askari bo'ladi. Biz bilan etishganda Osmon shu yerdamidi? Sizlar soyning topiniga kelganda u Qobon bilan Ko'kto'qay daryosining bo'yiga tushib ketgan. Qobon degan kim? Bu boshliqimiz. Sizlar qanchalik odam? Qurolliqimiz 7-800 dak bor. Jangbatur avatgan 300 kishilik tungan askarlarni qo'shganda 1000 dan oshimiz. Jangbatur yana nimlarni avatdi?" Jangbatur Shinjang garnizon shtabining qo'mondoni general Jangni demakchi. 100 tugida qurol-yaroq, o'q-dorilarni, 10 nechta gazmol, choy avatdi. Yana-chu, Osmonning o'ziga bir tulki juva, bir chinxay iti, 20 o'qliq qo'l qurol avatibdi. Osmon bu avatgan narsalardan rozi bo'ldimi? Yo'q, xafa bo'ldi. Cho'ng qurollardan avatmabdi deb terikdi.
Faqat Çinxay etidan bək xushal bo'ldi. So'roq oxirlashdi. Gayet əsərlərinin iqrasını Nizamdinğa yetkizish uchun tövənləb tağ qaptılığa, polik shtabi joylashgan yerga yurib ketdi. Nizamiddin qismlari atakaga o'tganda Osman banditlari tağning shimoli bilan Ko'kto'qay daryosining bo'yiga chekingan edi va u yerdimi to'xtamay davomli yurish qilib, daryodan o'tib shimolga chekinib ketdi. Ko'kto'qay daryosidan o'tib atrofni charlashga avatilgan narozivatchilar bir hafta o'tgandan keyin qaytib kelib, polik shtabiga yangi ma'lumot yetkazdi. Banditlar yo'nalishni o'zgartib, Sarto'qayga qochibdi. Lekin bu yerdagi kunlar, haftalar, oylar tinch o'tgani yo'q. Parcha-purat tuyuqsiz hujumlar yuz berib turadi. Tinch yatsang hujum qiladi. O'qlar taraslab uchib keladi. Qo'g'lab barsang banditdan asarmi yo'q. Faqat mol beqiyotgan molchilardan boshqa hech kimni ko'rmaysan. Bu qandoq bo'lgani? Nizamiddin va uning shtabidagilar shuni bilmaydiki, ashu molchilarning hammasi qurolliq edi. Tuyuqsiz hujum qiladi. O'ylamagan yerdan bexatar hisoblangan jirolardan o'q chiqadi. Kunda bo'lmasmi, kunida qurbon berishlar bo'ladi. Qistab barsang, bayqi molchilar qurollarini toshlarning ostiga bostirib qo'yib, qo'liga qo'ychi tayqini ilib oladi. Alam qildig'ini shu ediki, ba'zi fuqarolarning qurollari borligi aniq tursimi, uni yig'ilishga Shimoliy front general shtabi ruxsat qilmaydi. Polik shtabidimi, jangchi komandirlar orasidami har kuni Osmanning nimishqa yo'nalishni o'zgartib, Sarto'qayga ketganligi, uning maqsadining nima ekanligi, nima qilmoqchi bo'layotganligi to'g'risida talash tartishlar bo'lib turadi. Ana Батыр G'azi qo'llarini beqiniga terab, yiroq-yiroqlarga ko'z yo'g'ritib, sap havoga to'ymayotgandek cho'nqur-cho'nqur tinib turibdi. Tog' ustidan poyansiz vodilarga, qaptal jirolarga, to'lg'inib eqiyotgan daryolarga havaslanib nazar silish nima degan esil tuyg'u? Dedi u kayniga qarab, toshqa yo'linib, oftob sunib o'ltirganlarga. Odam o'z-o'zidan g'ururlanib, ko'tarangi ruhliq bo'lib ketadi ekan. Banditlardan bu tağını tartib olish albatta seni g'ururlantirdi-da, dedi Jamoliddin. Tartib olmagan bo'lsang, u esil tuyg'ularing nada? Mayuslanib ketar eding, bayqush. Yo'q, men har qanday vaqtda mayuslanmayman. Agar dushmanning qo'liga tushib qolsam-mu mayuslanmayman. Mag'rur yashayman. Anvar akam o'lganda mayuslanmadingmi? Yig'libding-ku. Bir odam biror ishqa nafratlansa-mu kuladi. Shuningdek g'azablanibmi yig'laydi. To'g'ri, dedi Nadam Батыр G'azini quvvatlab. G'ururlanishmi, g'azablanishmi bir xil tuyg'u. Haqiqiy odam g'ururlikni g'alaba qilgan, o'ng'ishlikqa erishgan chog'lardala saqlab qolmasdan yengilgan, erkinlikdan mahrum qilingan chog'lardami saqlab qola oladi. Bo'libmi yengilgan chog'da ruhsizlanmaslik kishidagi eng zo'r ma'naviy boylik. Ba'zilar Osmonni g'ururi kuchli odam deydi ekan. Meningcha u qora ko'ngil shaxsiyatchi. Shaxsiyatchi odamda g'urur bo'lmaydi. Shaxsiyatchi odamda vijdon, or-nomus, iroda bo'lmaydi. Mundaq odam uchun minglagan kishilarning hayotidan behuda ayrilish hech gap emas. Bu gaplar nimishqidir Varisjonga tegib ketdi. O'rinda o'ltirolmay qimirlab, nafratlik ko'zlari Nadamga tikildi-da mundaq dedi. Osmonni qora ko'ngil shaxsiyatchi degandan ko'ra nodon deyish durustroq bo'lar. U bizni tushunmay, mushu ishlarni ta'virtib yurgan bo'lishi mumkin. Tushunmay? dedi. Nadam Varisjonga burilib qaradi. U bizni nihoyat yaxshi tushunganlik uchun Gomindonga qaratayotgan miltiqini bizga qaratdi. Bir nodon odamning shuncha zo'r ishlarni ta'virtishi notayin. Qora ko'ngillik uning xususiyati, shaxsiyatchilik ideyasi uning manfaati. Uning manfaati nima? U bizni yo'qitib, Shinjongning xo'jayini bo'lmoqchi. Uning xo'jayinligi xuddi kichik xotinning gapiga kirib, cho'ng xotinini urib o'ltirayotganda xo'jayinlik. Bo'ldi, gap siningli bo'lmasin. Voy Nadam deb qo'ysa, kaptallik qilaverdi ekansan, dedi Varisjon. Uning oq siriq yuzi tatirib, lavlari titrab ketgan edi. Qachonlab bo'lmasin gaplarining Nadamning qarshiligiga uchrashi uning g'azabini keltiradi. Nadam kulimsiradi. Ey Varisjon, gapdallik qilayotganim yo'q. O'zimning ko'z qarashimni aytyapman. Senmi aytyapsan-ku. Gaping to'g'ri bo'lsa qo'shilamiz, xato bo'lsa qo'shilmaymiz.
Bu doim bo'lib turdigan ish. Buning nimasi gapdalliq? Ha, bo'ldi. Sinan to'g'ri. Varisjon ta'tir o'rilib o'ltirib oldi va titrab ketgan qo'llari bilan tamaka yo'gidi. Bu gapni qo'yinglar, dedi Botir G'ozi, texicha yiroqlarga nazar tashlab turganicha. Osman Sarto'qayga qochgan bo'lsa, u yerdan qumga kirib ketishi mumkin. Undaqda maqsadi nimadi? U yerdan ko'chunga ketar. Nadim ta'tir o'rilib o'ltirib hadab tamaka chekiyotgan Varisjonga qarab qo'yib mundoq dedi. Gapdalliq bo'lsimi, yana so'zlay. Osman Gochunga ketsa, Oltay tavasidan chiqib ketgan. Gomindan hukmronligidagi rayonga o'tib ketgan bo'ladi. Menimcha u undaq qilmaydi. Biz bilan oxirigacha ilishidi. Maqsadimga yetaman deydi. Anglamadinglarmi? Oltayni o'lsammi qarlilarga berib qo'ymayman deganini. Sarto'qayni strategiyalik joy deb hisoblagan bo'lishi mumkin. Qarlilar buzuqlar ma'nosida. Osman banditlari uch viloyat inqilobchilarini shundoq deb ataydi. Qo'g'laversang, mangdamda bir dakkisini beriversang, go'chunga qochmay nima ilojisi? Albatta, bo'lolmay qolganda butunlay barbod bo'lishga ko'z yetganda, shundoq qilishi mumkin. Lekin hozircha u hargiz undoq qilmaydi. Yarisi yangi saqaygan Arash tövəndin bularning yiniga tog' ustiga chiqib keldi. "Ka, bayqush", dedi Botir G'ozi. "Haybatlik tog'larga, vodilarga qarana, ko'ngillaring qancha yayrab ketarkin. Mushu yerlarning xo'jayini biz deb kirilsang, beshing munu ko'pkik osmonga yetmasmi? Elimi beshing yetib turibdi-ku." Hammasi o'rinlaridan turib ketishdi-da, to'rt atrofga xo'jayinlik g'ururi bilan nazar silishdi. Kang zamin, saf havo, oq lentidek uzoqlarga so'zilgan daryo ularning yurak bag'rini to'lqinlatib, kuchlik hayajonga solgan edi. Ko'zlarda iftixor va g'ururlik uchqunlari chaqnaydi. Bu zaminning cheki bormidi? Davomi bor.